Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kecha ko'kalar. Alloh bergan kuch-quvvat bilan o'zlarini olib yotibsizlarmi? Hammamizga kuch-quvvat bersin, insof bersin, tavfiq bersin, iymon bersin. Hayotimizda hamma narsa bo'ladi-da. Balki ko'rmaydigan narsangiz bo'lib ketishi mumkin. Yo eshitmaydigan narsangiz bo'lib ketishi mumkin. Allohga qasam bu yerda birovni ayblash yoki bu yerda birovni oqlash emas. Haqni gapirish kerak. Yaqinda bitta ayol kishi muslima yerdan ajrashgan. Men unga savol berdim-da. Qur'on o'qiganmisan dedim. Ha, o'qiganman dedi. Allohga shukr o'qiganman. Qanaqasi, arabiskisimi dedim yo переводmi? Yo'q dedi. переводini o'qiganman dedim. Xo'p, yaxshi dedim. Yerdan ajrashganman, shunaqa bo'lgan dedi. Men aytdim, nimaga ikkinchisiga harakat qilib tegmading desam, kerak emas deydi. Men aytdim, nimaga desam, deydi, yeyishim, kiyishim, normal o'zim ishlayapman, bo'ladi, nima kerak deydi. Yaqamni ushlab qoldim. Men aytdim, muslima ayollar, Allohdan qo'rqadigan ayollar, bilib bilmay haromni biladigan, halolni biladigan, hamma narsani biladigan ayollar shunaqa qilayotgan bo'lsa dedim, bilmaydigan odamlar ular nima qilsin deb o'yladim-da. Yo ular nima qilayotgan ekan deb o'yladim. Qasam Allohga. Yana nima demoqchiman? Men aytdim, men unga savol berdim. Men aytdim, urushga borayotgan erkaklar qayerda ko'rgansan ayollar urushga borayotganini? Qayerda ko'rgansanki azonni ayol aytganini? Qayerda ko'rgansanki dedim, yoki qabrga borib ayol kishi ko'mganini? Xo'sh. Erkak kishi bo'lmasa dedim, qanday dedim? Tug'ilish bo'ladi, qanday ko'payish bo'ladi dedim. Xo'sh dedim. Qanday? O'zing qayerdan tug'ilding dedim. Unga o'ziga savol beryapman-da men. Qayerdan tug'ilding dedim o'ziga dedim. Qayerdan dunyoga kelding dedim. Onang o'zini dunyoga keltirmagan dedim. To'g'rimi? Otang sababchi bo'lgan, keyin onang dunyoga keltirgan seni. Allohning izni bilan dedim. Qanday dedim. Ayollar, opa-singillarim, sizlar aqlni ishlatish kerak odam. Darrov pul topgandan keyin, o'zingiz normal bo'lgandan keyin darrov erkak kerak emas, men o'zim normal topyapman-ku, normal ishlayapman-ku deb unaqa qilmaslik kerak. Kalta o'ylamaslik kerak. Opa-singillarim, bu gap hammaga taalluqli emas. Shu ba'zida borda ichimizda shunaqa ayollar borki, erkak kerak emas, suda deganlar bor. Bu gaplar ana shularga taqlid. Tarqatinglar, shular ko'rib olsin. Shoyat insof bersin. Kalta o'ylamasligimiz kerak. Alloh har narsani jufti bilan yaratgan. Xo inson bo'lsin, xo jin bo'lsin, xo nimiki hayvon bo'lsin, nimiki bo'lsa Alloh nimiki yaratgan bo'lsa hammasi jufti bilan. Juftsiz narsani o'zi yo'qdir. Faqat o'zi yakka yagonadir. O'zini sherigi yo'qdir, yo o'zini ayoli yo'qdir, yo opa-singil, yo akukalari yo'qdir. O'zini xotini yo'qdir. O'zini hech narsasi yo'qdir. Hech kimi yo'qdir o'zini. Yakka yagona Allohdir o'zi. Yakka yagona. Sheriksizdir. Har narsaga qodirdir. Abadiydir, mangudir. Shuni bilib qo'yinglar, opa-singillarim. Rizqni Alloh beradi, bandasi emas. Rizqni Alloh beradi. Sabr qilish kerak. Halol yurish kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Allohga tavakkul qilish kerak. Darrov pul topgandan keyin men erkak kerak emas. Yo'q. Aqli zaif insonlar shunaqa deydi. Shunaqa kalta o'ylaydi. Fikr doirasi keng bo'lmaydi ularni. Past bo'ladi. Tushunyapsizmi? Odam bir gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak. Qani aytgan gapim to'g'rimi yo noto'g'rimi deb o'ylab keyin gapirish kerak. Har narsani gapirmaslik kerak. Bilib bilmay. Bilmadingiz gapirmang, bildingiz gapiring. Bildingiz bas qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bilmaysizmi, gapshim gapirmang. Chunki siz bilmaysiz. Если вела дома, мы не к ним били. Shuni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.